Havolar ham ancha sovib qoldi. Yur bozorga kirib ustimga birorta qalinroq kiyim olay. Xos. Aka, kontraktimga pul so'rashyapti, chiqarib olasizmi? Bo'ldi aka, xudo xolasa bugun chiqarib yuboraman. Yur kiyimni keyin safar olaman aka. Xonalarni ko'rib oldilaring-a. Kech payt ish tugatishasan, chista qilasanlar 2000 rubldan pulingni beraman. Yes, pul 2000 olaman. Aka, ish tugab, pulimizni bersiz ketamiz. Bu sanga, bu esa sanga. Qanday aka 1000 rubl beryapsiz? 2000 ga dogovor qilganmiz-ku. Sanada akmidi yo'q edi. Sanasi cho'loq ana bilaman, normal ishlamagansanlar. Battan surlaring bo'lmasa men chaqirib beraveraman. Buni olaylik, birga video qilib olay. Assalomu alaykum, aya. Bizdan xavotir olmang, har kuni qorning och yurasan deysiz. Mana biz qarang, har kuni shunaqa yashaymiz. Xavotir olmang bizdan, aya. Video qilib oldim-da aka. Я не понял, о чем мы сидим? Стали, давай на работу, я не понял, подойди сюда. Shas, o'bilar o'shib. Ko'rdingmi, sari deb gapirishdik. Apo, men uydagilarni bilasiz, xavotir olishab, video qilib tashlab qo'ydim-da. Ota-onangni qadriga yet. Ketmasang Peterga bir kelib ket. Musofirning noni shirin. Kelib shundan bir yeb ket. Videoni musofirlarga jo'natib qo'yasizlar. Tezroq uyga qaytardik, pulimizni berishsa